Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bugun bozor yakshanba kuniga to'g'ri kelyapti. 24-may. Inshaalloh bugungi bozorimiz yaxshi bo'ldi. Xizmat bo'lsa aytorasizlar, xatinga qo'yadiganlarimiz inshaalloh keyingi bozorga xudo xolasa qo'yamiz. Tushuntirib o'tamiz. 4 pog'onali bo'ladi, ya'ni tepasida 3 ta polka bo'ladi, tagi bilan 4 talik hisoblanadi. Bu tayinni keyinroq qilganimizning sababi qish keladi, qishda sapogiylarni qo'ysanglar bo'laveradigan. Bu yoqiga bemalol oyoq kiyim qo'ysanglar bo'laveradi. Polkasini ham ko'rib turganingizga oxirigacha. Xo'p, endi buni mustahkamligi xudo xolasa yaxshi. Plus tarafi bu bitta oyoq kiyim emas, boshqa narsaga ishlatsangiz ham bo'laveradigan. Ularimiz rasvetkalari oxildan tortib ketaveradigan. Ko'rinish holatda bo'ladi mana. Tepalarida shunaqa tortmasi bor. Dastlabki xizmatlari kelishilgan holda xudo xolasa hamda bunaqa krashinni endek deb qo'yadi. Bularimiz kelinboplari, bularni ham xudo xolasa har xil turdagi ranglari chiqadi. Bunimiz bor. Rasvetkalari xilma xitoylari bor xudo xolasa, bularimiz bor. Yonboshi maloshniy bo'ladi. Fasad qismi shu ko'rinishda bo'ladi, sariq variant. Ochilib yopishlari. Ishlarimiz bor. Xudo xolasa.